O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti talabalaridan borligingiz uchun shukur mavzusida so'rovnoma o'tkazib, ularning yaqin insonlarga bo'lgan dil izhorlarini eshitamiz. Salom qizlar. Yaxshimisizlar? Sizlarga savolim bor edi. Borligingiz uchun shukur deb kimga ayta olasiz? Oyijonimizga ayta olamiz. Aha. Borlariga shukur, har doim yonimda turganliklari uchun, yaxshi yomon kunimda, o'qishimda, ishimda, qanday vaziyatimda bo'lsa ham yonimda turganliklari uchun, meni qo'llab-quvvatlaganliklari uchun borlariga shukur deya olamiz. Qizlar, sizlarga ham aynan shu savolni berganimda kim deb javob bergan bo'lardingiz? Ota-onamizga birinchi o'rinda, keyin bizga tarbiya ta'lim bergan o'qituvchilarimizga, ustozlarimizga. Aha. Ota-onamizga albatta. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Mumkinmi bir daqiqa vaqtingizni olsam? Alaykum assalom. Bemalol. Boringizga shukur deb kimga ayta olasiz? Avvalo ota-onamga shu darajaga yetkazgani uchun, keyin akalarim, ukalarim, singillarimga. Aha, hozir sizda shunday imkoniyat mavjudki, ulardan xohlagan bir kishiga telefon qilib dil izhorlaringizni aytishingiz mumkin. Dadajonimga telefon qilaman hozir. Aha. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akam ko'tardi. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Yaxshimisan? Charchamayapsan? Yaxshi, rahmat. Boringizga shukur aka. Birga katta bo'ldik, qancha tarixiy xotiralar qoldi. Asabingizga o'ynagan bo'lsam ham, endi baribir sizni yaxshi ko'raman aka. Rahmat ukam. Boringga shukur, seni ham yaxshi ko'raman men ham. Rahmat. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Bir daqiqa vaqtingizni olsam maylimi? Borligingiz uchun shukur deb kimga ayta olasiz? Juda qiyin savol. Juda ko'p odamga. Juda ko'p. Hayotingiz davomida yoningizda bo'la olgan va eng ko'p sizni qo'llab-quvvatlagan bir insonga aytishingiz mumkin. Bir kishi emas, juda ko'p. Qo'llab-quvvatlaydiganlar, hozirgacha ham qo'llab-quvvatlaydiganlar ko'p. Bittasini aytish qiyin. Unda hammasini sizdan eshitamiz. Avvalambor ota-onamga, undan keyin ustozlarimga. Hozirda bugun 1 soat oldin ham qo'llab-quvvatlagan ustozim bor. O'zi ko'rishi ham mumkin. Shu hayotda shularni nima deydi, qo'llab-quvvatlashi orqali mana shu darajaga yetib, Xudo xolasa ularni izidan borish niyatimiz bor. Nima deyman yana? Qo'llab-quvvatlab turuvchi odamlarga, shularning boriga shukur. Ota-onamga, yaqinlarimga, do'stlarimga va ustozlarimga alohida rahmat. Rahmat sizni ham boringizga shukur. Assalomu alaykum. Siz ozroq vaqtingizni olaman, maylimi? Assalomu alaykum. Mayli. Borligingiz uchun shukur deb kimga ayta olasiz? Albatta, har bir kishi birinchi navbatda o'zining ota-onasiga, boringizga shukur deb aytadi. Rahmat sizni ham boringizga shukur. Salomat bo'ling. Har bir inson o'zining quvonchli va qayg'uli damlarida yonida turganlarga boringizga shukur deb ayta oladi. Shunday ekan, hamisha bizni qo'llab-quvvatlagan yaqinlarimiz sog' salomat bo'lishsin. Boringizga shukur.